Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Gujitda mevalarini bozorga olib chiqdik. Mana daraxtdan uzilgan svejilarni ham olib chiqdik. Ularning narxiga keladigan bo'lsak 200 grammi 40 ming bo'lyapti. Mana bu 100 grammliklari 100 grammliklarini quritilgani bu. Ularda 100 grammi 70 ming bo'lyapti. Bu bozorimiz Samarqand viloyati Paxtash tumanidagi Sultonobod dehqon bozori deyiladi. O'sha bozorda savdo qilyapmiz hozirda. Telefon nomerlarini qoldiraman, agar kimgadir qiziq bo'lsa, qo'ng'iroq qilishsin. Orientalda oladigan bo'lsak, mana shu yo'lda svetofor yonidagi bozorga kirish joyida savdo qilyapman. Sultonobod bozorida, Stiyankani atrofidaman. Yangi mashinada keldik bugun. Nasib bo'lsa, Aqto'ga ketamiz yana ham savdoga. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat.